Shunaqa go'zallik ko'rsataman. Uncha joyda bunaqa narsa yo'q, lekin ko'ringlar. Mashalloh, Alloh, bunchalar go'zalsan, Alloh. Shu narsani inson qo'li bilan yaratganiga hamdlar bo'lsin, hamd sadolar bo'lsin, Allohim. Go'zalligiga qaranglar, majdi kattaligiga Vapshe lekin ko'z tegmasin. Bekordan bekor buncha narsa bu yerda bo'lmayapti ekan. Buni qarang, qanaqa narsa, qanaqa go'zallik. Gap bo'lishi mumkin. Mana shunaqa joylarga yetkazganiga shukr. Insoniyat qo'li juda go'zal. Insoniyat qo'li bilan yaratadigan narsalari tahsinga vapshe gap topolmayapman bunaqa narsalarga, lekin gap bo'lishi mumkin emas. Otabek aka, Xudo xolasa erta ochilish marosimi bo'ladi. Prezidentimiz tashrif buyuradilar. Tashriflarigacha kelib vazirimiz ko'rib ketib, ochilishini tadbirlarda ishtirok etdik. Taklif uchun katta rahmat. Bunaqa tadbirlarda birinchi martaman. Hammasi Otabek aka, rahmat. Otabek aka orqasidan shuncha joylarga kelib, shuncha odamlar bilan tanishdim. Vazir bilan tanishdim. Viloyat hokim bilan tanishdim. Gap bo'lishi mumkin emas. Sog' bo'linglar, hamma yaxshi kayfiyat. Bu videoni tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Bunaqa joylara ochilish marosimiga kelsalar, ko'rsalar, bunaqa joylar borligini bilsalar. Gap yo'q, gap bo'lishi mumkin emas bunaqa go'zalliklari. Majdi sevadigan, majdi sevuvchi akalara bu videoni jo'natib qo'yinglar. Bunaqa videolari ko'rib, o'zi kelib bu yerlarda namozlar o'qish hammaga nasib etsin. Ana bitta kaftarimiz ham kirdi.